Bolam traktor bosib ketdi. Yordam qilingizlar, traktor bosib ketdi. Traktor bosib ketishi oqibatida operatsiya bo'lgan. Hozirgi kunda beldan pastki sohasi ishlamaydi. Qo'pol qilib aytganda jinsiy organlari hozirgi paytda ishlamaydi. Mana shu traktorning oldiga kelib sahnalashtirilgan video qilishga majbur bo'ldik. Iltimos, mana shu bolakayga hozirgi kunda yordaminglar kerak. Biz Hindistonda operatsiyasi uchun pul mablag'lari yig'yapmiz. $8,000 dan $10,000gacha pul yig'ishimiz zarur. Mana shu opamizni o'zini turmush o'rtoqlari yo'q. Shu sababli qiynalayotganligi sababli bolasi uchun biz mana shu ehson mablag'larini yig'ish uchun sizlardan yordam so'rab, hozirgi paytda o'zini kartalarini qo'yganmiz. Opamizga ehson qilsanglar, albatta haqdor oilaga yetib boradi. Shu bolakayni Xudo xohlasa beldan pastki jinsiy organlarini ishlatish uchun qovug'i qurib ketgan hozirgi paytda. Mana shu qovug'ini tiklash uchun biz operatsiyaga pul yig'yapmiz. Be'tibor bo'lmasdan mana shu videoga like bosib, kommentga shu bola uchun Allohdan shifo so'rab qo'ysalar, mana shu videoni tarqatib qo'ysalar va mana shu videoni mashhur san'atkorlarning istoriyasida ko'rsak juda ham xursand bo'lgan bo'lamiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana shu o'g'limda traktor bosib ketgan 1 yil bo'lyapti. Mana shu kunga qadar 5 marta operatsiya bo'ldi. Shunga imkoniyatimiz yetmayapti, yaxshi bo'lmayapti. Iltimos sizlardan pullaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Shu o'g'lim ham oyoqqa turib ketsin sizlar tufayli. Sizlardan bir umr o'lganimcha minnatdor bo'laman. Iltimos sizlardan pullaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Hindistonga olib borayin. Shahboz ukamga ham katta rahmat. Mana shunday yordam qilyapti. Chaqirdim, yordam qiling iltimos sizlardan. Mana shu o'g'lim shu ukam tufayli, mana shu xalq tufayli yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi edi. Qiynalib yotibdi. Mana shunday shlenkada yuribdi 1 yildan beri. O'tgan safargi videoyimizda mana shu mablag' yig'ilgan 30 million so'm. Opajon, mang. Haqlariga duo qilib qo'yasiz. Xudo xohlasa biz $8,000 dan $10,000gacha yig'ishimiz kerak.